ogohlantiraman. O'z kelajagiga befarqlar bu rolikni ko'rmasin. Shunchaki o'tkazib yuboring. Agarda siz qariganingizda chiqindilar orasida qolishni istasangiz, aslo ko'rmang. Ba'zan ushbu yer shariga qarasam, insoniyat dastidan tashlanayotgan chiqindilar globusni bosib qo'ygandek tuyulaveradi. Hozir sizlarga aytmoqchi bo'lganlarimiz aslida oddiydek tuyulishi mumkin. Lekin kundalik ehtiyojlarimizga aylangan plastik paket, alyumin banka va yelim idishlar singari mahsulotlarning zararlari haqida ma'lumotlar sizlarni ta'bingizni xira qilishi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, siz har kuni yerga tashlayotgan yelim paket va tamaki qoldig'i 10 yildan 20 yilgacha chirishi mumkin. Kundalik hayotimizdagi eng kerakli mahsulotga aylangan plastik stakan 50 yilda chiriydi. Dahshat. Chiqindiga tashlash mumkin bo'lmagan batareykalar esa 100 yilda chiriydigan. Qo'limdagi alyumin idishlarning chirishi uchun 80 yildan 200 yilgacha vaqt kerak. Tasavvur qiling. Oddiy baklajka 450 yilda chiriydi. Onalar, diqqat qiling. Bolalar tagligi 550 yilda chirirkan. Shisha idishlar 1 million yilda yoki umuman chirimaydi. Achinarlisi, bu yelim idishlarning chirishi uchun kerakli vaqt o'sha insonning 14-avlodiga yetib keladi. Yana bir fakt. Agar sayyoramizni ozoda saqlamasak, uni kim himoya qiladi? Faqatgina tashqi ko'rinishga e'tibor qaratamiz-ku. Atrof muhitchi. Hurmatli mahalladoshlar va ko'ngillilar, barchangizni safimizga taklif etamiz. Hashar orqali manzillarni va ko'ngillarni obod qilaylik.